Parisiler bilen Saduqi dini iqimtikiler Hazreti Aysa'nın yeniği kelip, onun Xudo tarafidan avatilganligini sinab beqish maqsadida uningdan bir karomat ko'rsatishni talab qilishdi. Hazreti Ayso ularga mundaq dedi: "Kashqurun sizlar ufqda qizil shafaq ko'rininglarda, ati havo ochiq bo'ldi deysizlar. Atiganda bugun osmonning rangi ko'kish qizil va bulutliq, havo buzildi deysizlar. Osmon rangini tushundiralaysizlar-yu, bu zamonda yuz berayotgan alomatlarni tushundirolmaysizlar. O'sal va vafosiz kishilar karomat ko'rsat debli turdi. Biroq sizlarga Yunus payg'ambarning karomatidan boshqa ko'rsatiladigan ikkinchi karomat yo'q. Ondan Hazrati Ayso ularni tashlab ketdi. Shogirdlar ko'lning u qetiga o'tganida non elib ilishni unutgan edi. Hazrati Ayso ularga: "Hoşyar bo'linglar, Parislar bilan Saduqilarning eshitqusidan ehtiyot qilinglar" dedi. Shogirdlar bir-biriga: "Non akamligimiz uchun shundoq da'vat kerak" deyishdi. Ularning nima deyishayotganligini bilgan Hazrati Ayso mundaq dedi: "Ey ishonchi ojizlar, nima uchun non akamliginglar to'g'risida so'zlashsizlar? Textçi tushunmadinglarmi? 5 non bilan 5000 kishini to'ydiganligim, yana qancha sevat yemaklik yig'ib olganliginglar esinglarda yo'qmi? 7 non bilan 4000 kishini to'ydiganligim, yana qancha sevat yemaklik yig'ib olganliginglarmi esinglarda yo'qmi?" Sizlar nemishqa mening aytganimning non to'g'riliq emasligini tushunmaysizlar. Men yana sizlarga Parislar bilan Saduqilarning eshitqusidan ehtiyot qilinglar deyman. Shogirdlar shundala Hazrati Aysoning o'zlariga nondagi eshitqudan emas, balki Parislar bilan Saduqilarning eshitqusidan, ya'ni soxta ta'limdan ehtiyot qilishni aytganligini tushunib yetdi. Hazreti Ayso Filip Qaysariyasi rayoniga kelganda shogirdlaridan: "Kishilar inson o'g'lini kim deb biladi ekan?" deb so'radi. Shogirdlari: "Ba'zilar sizni cho'mildirguchi Yahyo, ba'zilar İlyas payg'ambar va yana ba'zilar Yeremiya yoki boshqa qadimki payg'ambarlardan biri deb biladi ekan" deb javob berdi. Hazrati Ayso ulardan: "Sizlar-chu, sizlar meni kim deb bilasizlar?" deb so'radi. Petrus deb atalgan Simon: "Siz mangu hayot Xudoning o'g'li, qutqizg'uvchi Masih ekansiz" deb javob berdi. Hazrati Ayso uningga: "Nima degan baxtliksan, Yunus o'g'li Simon. Buni sana oshkorlug'uchi inson emas, balki arshdagi otam Xudodir. Sana shuni aytayki, sen bo'lsang Petrus, tosh. Men jamoatchiligimni bu tosh ustiga quraman. Uning ustidan o'limning kuchimi g'olib kelamaydi. Arishning podshohligining oshqishlarini sana beraman. Sening yer yuzida yo'l qo'yganlaring arishdimi yo'l qo'yilib bo'lgan bo'ladi. Sening yer yuzida yo'l qo'ymaganlaring arishdimi yo'l qo'yilmagan bo'ldi" dedi. Bu so'zlardan keyin Hazrati Ayso shogirdlarga o'zining qutqizg'uchi Masih ekanligini hech kimga tilmaslikni topildi. Shuningdan keyin Hazrati Ayso o'zining Yerusalimga ketishi, oqsoqollar, oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari tarafidan ko'p azob uqubat tortishi, o'ldirilishi va 3-kuni tirildirilishi kerakligini shogirdlarga uqtirishga boshladi. Bu gapni anglagan Petrus Hazrati Aysoni bir chetga tortib, uni ayblab: "Ya Rabbim, nemishqa bunday xiyolda bo'lasiz? Beshingizga bunday ishlar asli kelmaydi" dedi. Lekin Hazrati Ayso Petrusga qarab: "Yo'qol ko'zimdan. Shaytondek so'zlayapsan. Sen menga putli qasham,
sening o'ylaganlaring Xudoning emas, insonning xiyolidir, dedi. Keyin Hazreti İsa şagirdlarga mundaq dedi. Kimdi-kim manga egishishni xolisa, o'z xohishidan voz kechib, o'zining krestini ko'tarib, manga egashsin. Chunki o'zi uchun yashaydiganlar aksicha hayotidan mahrum bo'ladi. Biroq o'z xohishidan voz kechib, mening uchun yashaydiganlar hayotlikka erishadi. Bir odam butun dunyoga ega bo'lib, hayotidan mahrum qolsa, buning nima foydasi bo'lsin? Nemini to'labmi hayotlikka erishgili bo'lsin? Inson o'g'li bo'lgan men, otamning shon sharifi ichida farishlari bilan kelib, hamma odamning o'z amaliga tushliq javob qaytaraman. Bilib qo'yinglarki, bu yerda tug'anlarning ba'zilari inson o'g'lining o'z podshohligi ichida kelganligini ko'migicha ölmeydi.